Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi kun savollariga yechim qilishni boshlaymiz. Demak, birinchi savol. Savol qo'yilibdi. Rasmdagi 6 burchak berilgan, muntazam 6 burchak. Bitta tomoni A, ya'ni A vektor bilan ifodalangan va 5 ga teng. Shunga ko'ra A minus B plus C plus D vektorini natijaviysini, umumiy shu vektorlarning natijaviysini hisoblang degan savol qo'yilibdi. Hisoblaymiz. Bu uchun A bilan B, C barcha ya'ni vektorlarni qanday qiymatga egaligini hisoblab olamiz. Muntazam 6 burchak qoidalariga ko'ra, uning tomoni qanchaga teng bo'lsa, uning markazigacha bo'lgan masofa ham shunchaga teng bo'ladi. Muntazam 6 burchakning ichki burchagi 120 gradusligini hisobidan undan markaziga tomon yo'nalgan besektrissamiz burchakni tengligi bo'lgani hisobidan 60 gradusdan tegadi. O'z-o'zidan bu 60 gradus. Bu tarafimizni besektrissasi ham 60, o'z-o'zidan bu tomonimiz ham 60 gradusdan. Ya'ni muntazam 6 burchak hosil bo'ladi va muntazam 6 burchakning tomoni qanchaga teng bo'lsa, markazigacha bo'lgan kesmalarimizning uzunligi ham shunga teng bo'ladi. Ya'ni A, B, C, D kesmalarimizning uzunligi 1 xil. Endi A minus B vektorimiz. A bilan B vektori o'zaro bir-biriga parallel bo'ladi. Sababi bular parallelogram shaklini hosil qiladi. Nega? Muntazam uchburchak qoida xosasidan kelib chiqamiz. Bu burchagimiz 60 gradus. O'z-o'zidan bu tarafdagi burchagimiz 60 gradusligi ma'lum edi. Ya'ni bu burchagimiz 120 dan va bu burchagimiz ham 120 dan. Ya'ni parallelogram shaklini hosil qilyapti. Ya'ni bir-biriga parallelligi ma'lum bo'ladi. A bilan B vektorimiz bir-biriga parallel hisobidan uning ayirmasi 0 ga teng bo'ladi. Endi umumiy C plus D ni toping degan savol qo'yilgan. C plus D vektorimiz C vektoriga D vektorini qo'shsak, mana bu vektorimizni beradi. Bu vektorimiz bo'lsa, xuddiki C va B singari uzunlikka ega bo'ladi. Sababini misolni boshida tushuntirib o'tdim. Va o'z-o'zidan bunimiz son qiymati 5 ga teng bo'ladi. Va o'z-o'zidan javobimiz B bo'ladi. Navbatdagi savol. Savol qo'yilibdi. Jism A nuqtadan gorizontal burchak ostiga otilib, C nuqtada yerga urildi. Shu harakat davomida uning A dan B ga kelish uchun ketgan vaqti T1 ga, B dan C nuqtaga harakatlanish uchun ketgan vaqti 2 ga teng. Shu vaqtlarning nisbati nimaga teng degan savol qo'yilibdi. Demak, misolni yechamiz. Jism A nuqtadan eng yuqori nuqtaga ko'tarilgandan so'ng u gorizontal otilgan jism deb ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu nuqtadan u yerga tushish uchun qancha balandlikni bosib o'tadi desak, 5h plus 4h, umumiy 9h balandlikdan gorizontal otilgan jism shaklini oladi. Bu degani 9h barobar gt kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ladi degani. Aynan shu nuqtadan T ni topib oladigan bo'lsak, eng yuqori nuqtadan C nuqtaga yetib kelish uchun ketgan vaqtda kelib chiqadi. Hisoblab olamiz. T barobar ilzosida 18h taqsim J ga teng. Bu aynan eng yuqori nuqtadan C nuqtaga ketishga harakatlanish uchun ketgan vaqti. Endi eng yuqori nuqtadan B nuqtaga harakatlanish uchun ketgan vaqti topish uchun 4h ga tenglashtirib hisoblaymiz. Aynan shu vaqtimiz eng yuqori nuqtadan, ya'ni buni belgilab oladigan bo'lsak, qanaqadir D nuqta. D nuqtadan C nuqtaga ketish uchun ketgan vaqti bunimiz D dan C ga bo'ldi. D dan B ga harakatlanish uchun ketgan vaqtni hisoblaydigan bo'lsak, 4h barobar J T kvadrat taqsim 2. T D B'imiz teng bo'ladi o'z ostida 8h taqsim J ga. Endi o'z-o'zidan gorizontal burchak ostida otilgan jism deb hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni bu nuqtani 0-satih deb hisoblaydigan bo'lsak, qancha vaqtda ko'tarilsa shuncha vaqtda tushadi. Ya'ni A dan D ga ko'tarilish uchun ketgan vaqti D dan B ga yetib kelish uchun ketgan vaqtiga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadi T A D'imiz teng bo'ladi T D B ga. Va o'z-o'zidan A dan B ga harakatlanish uchun ketgan vaqti shu
vaqtni ikkilanganiga teng bo'ladi. Ildiz 8h taqsim j ni 2 ga ko'paytiramiz. Endi BS orasidagi harakatlanış vaqtini topishimiz uchun umumiy D dan C ga harakatlanish uchun ketgan vaqtdan ayirib yuboramiz. D dan B ga harakatlanish uchun ketgan vaqtni. Ildiz 18h taqsim j dan ayiraman. Ildiz 8h taqsim j ni h taqsim j ni havsdan tashqariga chiqarib yuradigan bo'lsak, ildiz qoladi 18 minus ildiz 8. Soddalashtirib oladigan bo'lsak, 3 ildizda 2 ayiraman 2 ildizda 2. Bundan ildiz 2 degan javob kelib chiqadi. Ya'ni T, B, C'imiz teng bo'ladi ildizda 2h taqsim j ga. T, B, C'imiz shunga teng bo'ldi. T, A, B'imiz bo'lsa 2 ildizda 8h taqsim j ga. O'zidan nisbatini olib yuboramiz. Faqat T1imiz aynan A, B'imiz bo'ldi. Ya'ni bu T1 ekan. Bunimiz bo'lsa T2 ekan. T1 ning T2 ga nisbati kerak bizga. Nisbatini oladigan bo'lsak, h taqsim j'lar qisqaradi. 2 ildiz 8 bo'laman ildiz 2 ga. Bundan kelib chiqadi 4 sekund. To'g'ri, 4. Bundan kelib chiqadi 4. Ya'ni javobimiz D bo'ladi. Navbatdagi savol. Rasmdagi kabi plastina berilgan aylana shaklidagi. Rasmdagi kabi plastina berilgan doira shaklidagi. Undan uchburchak shaklidagi plastina kesib olinsa va iplarga rasmdagi kabi osilgan holatga keltirilsa, taranglik kuchlarning nisbatini toping degan savol qo'yildi. Topib olamiz. Buning uchun qirqib olingandan keyingi massa markazini topib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda uchburchakning massa markazini topib olamiz. Uchburchakning massa markazi medianalar keshish nuqtasida joylashadi. Hozirgi holatda rasmda tasvirlangan uchburchak uchlari diametrlarda yotganligi sababli, demak, buning bitta burchagi 90 gradusligi ma'lum bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchak. O'z-o'zidan BC esa BC tomoni bo'lsa, gipotenuz vazifasini bajarib beradi. O'z-o'zidan uchburchakning tomonlarini radius orqali ifodalab olamiz. Bu uchburchakning balandligi, ya'ni hozirgi holatda radiusga teng, bu ham radiusga teng. O'z-o'zidan bu yerdagi burchagimiz 45 gradusga tengligi ma'lum bo'ladi. O'z-o'zidan bu ham 45 gradus, ham bissektriz, ham median vazifasini bajarib beradi, ham balandlik vazifasini bajarib beradi. O'z-o'zidan r teng bo'lgandan keyin qolgan ikkita tomoni ildiz 2r ga teng bo'ladi. Bu tomon ham ildiz 2r ga. Tomonlarni ham hisoblab oldik. Endi medianlar keshish nuqtasini topib olamiz. Medianlar keshish nuqtasi aynan 2/1 nisbatda bo'linadi. Umumiy r ni 2/1 nisbatda bo'ladigan bo'lsak, r taqsim 3 bilan 2r taqsim 3 nisbatda bo'linadi. Faqat bu O nuqtagacha bo'lgan masofa medianlar keshish nuqtasining kalta tarafi hisoblanadi. Endi O nuqtaga nisbatan massa markazini topib olamiz. Sistemaning to'liq massa markazi uchburchak kesib olinmagan holatda O nuqtada yotadi. Kesib olingandan so'ng esa qanaqadir x masofaga siljiydi bu tarafga. O'z-o'zidan O nuqtaga nisbatan massa markazi formulasini ishlatamiz. xm barobar x1 m1 plus x2 m2 taqsim m1 plus m2. O nuqtamiz 0 0 nuqta deb hisoblaydigan bo'lsak, x koordinatamiz qolgan jismning massa markazi r taqsim 3 minusda, ya'ni O nuqtadan chapda yotganligi uchun minus koordinata, qirqib olingan jismning massa markazi minus r taqsim 3 da yotadi. Ikkinchisiniki bo'lsa esa x da yotadi. Aynan shu x ni hisoblab olamiz. Buning uchun m1 m2 nisbatlarini ham hisoblab olishimiz kerak bo'ladi. Plastinaning massasi aynan yuzalar nisbatida bo'linadi. Nega desangiz, bu yerda plastina uchun sigma ishlatiladi.
Ya'ni sir zichligi, hajm zichligini ishlatmaymiz. Sababi qaraligi bir xil. Massa sirt bo'yicha taqsimotga ega bo'ladi. Shu formuladan foydalanamiz. Kesib olingan jismning massasini hisoblaydigan bo'lsak, mx barobar sigma ko'paygan s yuzasi. S yuza bu uchburchakning yuzasi. Uchburchak yuzasi bu tomonlar ko'paytmasi, ya'ni katetlar ko'paytmasini yarmiga teng. Katetlarimiz -2r dan edi. Bo'laman 2 ga. O'z-o'zidan bundan kelib chiqadi sigma r kvadrat. Umumiy massamiz bo'lsa, sigma ko'paytiraman, umumiy yuzasi, uchburchakning umumiy yuzasi pi r kvadrat, ya'ni 3 ta sigma r kvadrat degani. O'z-o'zidan bundan kelib chiqadi. Bu ya'ni umumiy misl m deydigan bo'lsak, kesib olinganimiz m taqsim 3 ga, qolgani bo'lsa 2m taqsim 3 ga teng bo'ladi. Va o'z-o'zidan topgan sonlarimizni formulaga olib kelib hisoblab qo'yamiz. Va sistemaning massa markazi O nuqtada 0 deb hisoblab, o'ng tarafda yotgan nuqtamiz x, chapda yotgan nuqtamizni minus r taqsim 3 deb belgilab olganimizdan foydalanamiz. Aynan topganlarimizni formulaga olib kelib qo'yamiz va hisoblaymiz. Formulaga ko'ra 0 ga tenglashtiraman. Sababi bu 0 0 nuqta deb olgan edik boshida. Va bu teng bo'lishi kerak. X birimiz minus r taqsim 3 ga. Ko'paytiraman. Mx massamiz m taqsim 3. Qo'shaman 2m taqsim 3. Ko'paytiraman. Qolgan massa markazini koordinatasi x bo'laman. Masala yig'indisi umumiy m ga teng. M'lar qisqaradi. Va o'z-o'zidan buni narigi tarafga olib o'tadigan bo'lsak, r taqsim 9 barobar 2x taqsim 3 ga. X barobar r taqsim 6 ga teng bo'ladi. Demak, massa markazi O nuqtaga nisbatan r taqsim 6 ga ko'chadi. Endi qolgan jismimizning massa markazi x da joylashadi O nuqtaga nisbatan va aynan shu nuqtadan uchlarigacha bo'lgan masofalar nisbatida taranglik kuchlarimiz hosil bo'ladi. Ya'ni aynan A nuqtadan x gacha bo'lgan masofa bilan x dan bu tarafgacha bo'lgan masofalar nisbatida bo'linadi taranglik kuchlarimiz ham. Ya'ni umumiy massasi 2m taqsim 3 degan bo'lsak, shu 2m taqsim 3 massani T1 T2 taranglik kuchlarimiz masofalar nisbatida bo'lib ko'taradi. Ya'niki taranglik kuchlar nisbatini topish uchun masofalar nisbatini topib qolsak yetarli bo'ladi. Faqat teskari nisbatida momentlar qoidasiga ko'ra. Ya'ni bu tarafdagi masofani, ya'ni r minus x ni, ya'ni umuman O dan chekki nuqtasigacha r radius bo'ladigan bo'lsa, bu tarafda qoladi x dan qolgan r minus x bo'laman narigi tarafdagi masofa r plus x ga. R minus x'imiz tengida r taqsim 6 ga, r plus r taqsim 6 ga. Nisbatini oladigan bo'lsak, 5r taqsim 6 ni bo'laman 7r taqsim 6 ga. Ya'ni bundan kelib chiqadi 5 taqsim 7. Ya'ni javobimiz A bo'ladi. Baholi qudrat. Navbatdagi kun savollariga yechim qildik. Bizni kuzatishda davom eting. E'tibor uchun rahmat.